Anchadan buyon Cho'tqaradan yaxshi lokatsiyadan katta ish qidirib yuribsiz. Siz uchun maxsus taklif aynan asosiy yo'limizda yoqasida joylashgan Uglovoydagi katta ishimiz bugun sotuvga qo'yilmoqda. Общий lokatsiya, demak, Barkamol ko'chasi, Cho'tqara kottejlari va birinchi liniya hamda Uglovoy kottejda bugun sizga savdolashib chiroyli narxda qo'yib beramiz. E'tibor berasizlar. O'zini tashqi bog'lari va mana bu tarafda ham yo'l yoqasida kattagina bog'i mavjud. Mevali daraxtlarni yaxshi ko'radiganlar uchun marhamat, bog'dan unumli foydalaninglar. Hamda e'tibor beringlar, kottejimiz Uglovoyda ekanligini yana bir bor eslatib o'taman va darvoza qismiga e'tibor beramiz. Juda ham qimmat darvozalar o'rnatib qo'yilgan, tashqi qismlarimiz stechka bo'lgan, kanalizatsiya tizimlari o'rnatib qo'yilgan hamda kottejimizning ichki taraflarini ko'rsatib o'tamiz. Kelinglar. Marhamat, darvozaxona qismiga xush kelibsizlar. To'liq yopilgan holatda darvozaxonamizda patolog qismlari ham tunukkafon qilingan, faqatgina xonadonda fasad ishlari bor. Mana bu e'tibor berasizlar. Chiroyli rang bersalaringiz, hozirgi zamonaviy stilda, masalan, deylik, travertin qilsalaringiz juda ham chiroyli holatga keladi hamda to'liq darvozaxonamiz yopilgan akfa bilan va supa qismiga o'tadigan bo'lsak, marhamat, bu yog'ini ham bitta fasad qismiga ishlov berish kerak bo'ladi va hovlimizni burchagida ko'rishimiz mumkin. Yozgi oshxonasini, mangal, pishir kuydirlarni o'sha yerda qilishingiz mumkin. Kottejga ikki taraflama vходlari bor. Bu tarafdan ham darvozaxona qismidan hamda bu yoqdan ham bemalol kirsalaringiz bo'ladi. Bu balkon qismi hisoblanadi hamda xonadonning ichki remont holatini sizga ko'rsatib o'tamiz. Marhamat. Asosiy kirish eshigi dukonturli kotel tizimlari shkafni ortiga berkingan hamda biz sizga oshxona qismini ko'rsatib o'tamiz. Jihozlari 70-80% atrofida qoldiriladi. Kuxunni garnituralari, ovqat tayyorlash uchun hamma sharoit yaratib qo'yilgan. Bilasizlar, mana bu tarafda balkon qismiga kirish joyi bor. Mabodoga ochsangiz bo'ladi, lekin polka qilib yopib qo'yganlar. Bu yoqda ham o'tirib ovqatlanadigan zonalari mavjud. Yana bitta ahamiyat beradigan joyi, ushbu xonadonimiz o'zini vaqtida juda ham zo'r remont holatiga ega bo'lgan. O'sha vaqtda aboylar ishlatilgan hamda Rasulov eshiklari o'rnatilgan. Pol qismlarimiz laminat bo'lgan hamda eng birinchilardan bo'lib xonadon egalari polni nalivnoy pol qildirganlar. O'sha paytda endi trendga kirib kelayotgan narsa bo'lgan. Mana xonadon egalari xuddi shu ishni mana shu yerda xonadonga qo'llaganlar. Mabodoga faqatgina fasad qismlarini ozgina o'zgartirishlaringiz mumkin. Ichki remontini atak xonadonimiz istiqomat qilish uchun tayyor holatda. Bu esa zal qismi, mehmonxona qismi, parda, gilamlari, hamma mebel texnikalari mavjud. Keling. Yuvinish xonalarini ko'rsatib o'tamiz. Marhamat. Bu demak yuvinish xonasi va burchakda bilasizlar, proyekt bo'yicha hojatxona joylashgan. Marhamat, hojatxonasi ham kafel qilib qo'yilgan. Ana endi bu tarafdagi yotoqxona qismini ko'rib o'tasiz. Bu yerda ham kerakli mebel texnikalar mavjud. Bu yerda bitta yotoqxona va mana bu tarafda yana bitta yotoqxona. Marhamat, buni ham ko'rib o'ting. Va to'g'ri o'tadigan bo'lsak, bizda ikkinchi kichik zalimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Cho'tqarada joylashgan ushbu birinchi liniyadagi Uglovoy kottej kamdan kam sotuvga chiqadigan, yana narxini ham eshitib hayron qolsangiz kerak, 1,8 million so'm joyiga kelsangiz, bizlar bilan birgalikda normal summaga o'tib beriladigan joyi bo'ladi. Remont holatlarini ko'rib o'tdingizlar, faqatgina tashqi devorlariga ozgina fasad ishlari bor. Bunaqa birinchi liniyada Uglovoyda, Cho'tqarada kottej kamdan kam sotuvga chiqadi. Imkoniyatdan foydalanib qolinglar. To'yxona bilan guzarda bog'lab turadigan yo'lda yoqasida joylashgan. Kimga ma'qul kelsa, hoziroq pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yana to'liq ma'lumotlarni olib, kelib ko'rib joyida baraka qilishingiz mumkin. Ozroq qisman yetmay qoladigan bo'lsa, ipoteka qilish imkoniyati mavjud hamda yaxshi bitta kvartirangiz bo'ladigan bo'lsa, barter variantlari Daplata bilan birgalikda ko'rib chiqiladi. Pastdagi raqamlar sizlar uchun o'zimiz raqamlarimizni qoldiramiz hamda Navoiy uy baraka va hovli baraka kanallariga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunaqa yaxshi lokatsiyadan narxi tushirilgan, savdolashilgan xonadonlarning e'lonlarini ko'rib borasizlar.